10-trek. Zaytun va zayt ta'rifida An-Nobig'aning mana bu bayti juda o'rniga tushadi, dedi Beruniy Abu Homidga bir kun ish paytida va o'sha baytni arab tilida yoddan o'qidi. U baytning mazmuni bunday edi: Kechdi u ravshanlanib, yog'li chirog'ing nuridek, betutun porlar edi u qudrat Allohdan. Chiroq yog'i salit, tutun nuxos. Bu she'rdagi nuxos so'zi tutunni bildiradi, deb tushuntirdi Beruniy. Salit esa yog', ammo bu yog' tuyaning o'rkachidan olinadigan yog'dir. Odat bo'lganiki, chiroqqa qanday yog' qo'yilmasin, u salit deyilaveradi. Men ham qalqadis ko'porosning bir turi uchun bir she'r tanlab qo'ygan edim, dedi Abu Homid va yon daftaridan cho'ntagidan olib ochdi. So'ng baland ovoz bilan o'qidi. Ezgu ishda suz, ammo u yovuzlik ichra tez. Qalqadisdek barqaror doim dilida nahslik. Beruniy bu o'rinli tashbihlarga to'la baytdan zavq olib kulib yubordi va Abu Homidga albatta bu baytni Qalqadis bobiga kiritish kerakligini tayinladi. Ilmiy kitoblarda she'riyatdan o'rinli foydalanish juda zarur, dedi Beruniy. She'rlar maqsadni tushuntirish va ma'noni xotirada saqlab qolishga yordam qiladilar. Qadimiy arablar sahrolarda yashagan vaqtlarda yozuvlari bo'lmagan. Biror narsani abadiylashtirmoqchi bo'lsalar, xotirada saqlashga va tildan tilga o'tkazishga uringanlar. She'riyat ular uchun bilimlar majmuasi bo'lgan. She'r orqali ular kurash kunlari, ota-bobolari tarixini yodda saqlaganlar. Intiho. 440-hijriy, 1048-milodiy yil. G'azna. Bir necha kundirki Beruniy qattiq notob. Uning ahvoli kundan kunga og'irlashib boradi. 75 yashar Mo'ysafid olimning umr bo'yi qilgan tinimsiz mehnati, davron savdolarining kulfati endi o'z ta'sirini sezdirmoqda. Tana harakatsizlikka mubtalo, ammo har qachongidek olimning fikri ravshan, nutq ham saqlangan. Abu Homid, Beruniyning boshqa shogirdlari, olim xizmatida bo'lgan kishilar bir daqiqa xastaning yonidan arimaydilar. Ular navbatma-navbat kechasi-yu kunduzi bemordan xabardor bo'lib turadilar. Ammo hammalari ham ustoz muloqotiga oid g'animat damlar tugab borayotganini sezib turibdilar. Beruniy goho uyquga botadi. Bu uyqu emas, behollik. Goho ko'zini ochib, quvvati yetgancha yonidagilar bilan so'zlashadi. Uning har bir so'zi ilm-fan mavzuida, hatto goho ilmiy mubohas ham qilib turadi. Bugun ertalab bemorning holati ancha yaxshilandi. Olim Abu Homid bilan Saydana kitobini tugallash to'g'risida maslahatlashdi. Qaysi boblarini ko'chirib yozish kerakligini uqtirdi. Garchi xasta hali sal durustlashgan bo'lsa-da, hamma bu oxirgi jonlanish ekanini fahmlar edilar. Yog'i tugagan chiroq oxirgi bor porlamoqda edi. Tushdan keyin bemorning holati yomonlasha boshladi. Yurak urishi zaiflashdi. U og'ir nafas olar edi. Atrofidagilar bir-birlariga og'ir, mazmunli boqar edilar. Dillarga chuqur g'amginlik cho'kdi. Shu payt Beruniydan hol so'ramoq uchun qozi Valvaliji xastaning yoniga o'ltirdi. Zo'rg'a xirillab nafas olayotgan Beruniy sekin-sekin har bir so'zni uzoq tanaffuslardan so'ng aytib, Valvalijiga savol berdi. Meros taqsimoti to'g'risidagi qoidalarga yangicha talqin bergansiz deb eshitgan edim. Shuni menga bir tushuntirib bersangiz. Qozi xasta Beruniyga qaradi. Olimning butun vujudi o'lim tutqanog'i bilan olishmoqda. Ko'zlari maqsadsiz jovdiraydi.
ko'kragi og'ir ko'tariladi. Nafas goh tezlashadi, goh to'xtagandek bo'ladi. Shunday ahvolda bu zarurmidir, dedi xastaga rahmi kelib Valvaliji. Keyinchalik sog'ayib ketganingizdan so'ng bafurja bu haqda suhbatlasharmiz. Ey qozi, dedi Beruniy so'zlarini birma-bir terib past ovoz bilan. Shu masalani bilmay bu dunyodan o'tib ketganimdan ko'ra o'shani bilib ketganim tuzuk emasmi? Qozi Valvaliji noiloj meros taqsimoti qoidasiga qilgan talqinini ayta boshladi. Beruniy uning aytganlarini takrorlab turar, ba'zi joylarini qaytarishni so'rar edi. Qozi so'zini tugatgach, Beruniy bu masala bo'yicha o'z fikrini izhor etdi. Shundan so'ng qozi Valvaliji olimga shifo tilab, u bilan xayrlashdi va tashqariga chiqdi. Valvaliji Beruniyning uyidan hali uncha uzoqlashganicha ham yo'q ediki, birdan uydan dodu faryod, yig'i ovozlari ko'tarildi. Qozi darhol iziga qaytdi. Abu Rayhon Beruniy dunyodan o'tgan edi. Beruniyning o'lmas asarlari asrlar davomida ilm ahlining qo'lidan tushmagan. Ular avlodlardan avlodlarga o'tib, el ko'nglidan yanada chuqurroq joy olib borgan. Chunki buyuk olim, muttafakkir, xalqparvar va insonparvar olim Beruniy o'zining butun umrini barkamol ijodi va yorqin iste'dodini chin yurakdan el u yurt, odamlar ilm va ma'rifat uchun bag'ishlagan edi. Abu Rayhon Beruniy hayotining solnomasi 973-yil. Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy Xorazmning Kaz shahrida dunyoga keldi. 988-yil. Beruniy va ustoz Abu Nasr Iroqiy uchrashdilar. 990-yil. Xorazmning Bushkanz qishlog'i yaqinida Beruniy quyoshning eng tik holatdagi ko'rinishini o'lchadi. 994-995-yillar. Beruniy Xorazmda globus yasadi. Bu dunyoda birinchi bor yaratilgan globus edi. 996-yil. Kat va Gurganch amirlari o'rtasida urush bo'ldi. Beruniy Katdan Eronning Ray shahriga borib istiqomat etadi. Bu yerda mashhur astronom Abu Mahmud Xo'jandi bilan uchrashadi, uning rasadxonasini ko'radi. 997-yil. Beruniy Raydan Katga qaytadi. 997-yili Beruniy Katdan Bag'dodli astronom Abul Vafo Muhammad Buzjoniy bilan yozishma olib boradi. Ular oy tutilishini kuzatadilar. 997-998-yillar Beruniy Buxorolik olim va tabib Abu Ali ibn Sino bilan yozishmalar olib boradi. 1000-yil Beruniy Gurgon shahrida yashaydi. Bu yerda o'zining o'tmish yodgorliklari asarini yaratadi. 1003-1004-yillari Beruniy Gurgonni tark etib Xorazmga qaytadi. Xorazm poytaxti Gurganchda yashay boshlaydi. 1005-yili Abu Ali ibn Sino Gurganchga keladi. 1009-yili Xorazmshoh Abu Ali ibn Ma'mun vafot etdi. Ukasi Ma'mun ibn Ma'mun hokimiyatga o'ltirdi. 1009-1017-yillari Beruniy o'zining Xorazmning mashhur zotlari asarini yozadi. Geodeziya kitobi bo'yicha materiallar yig'ishda davom etadi. 1012-yili Beruniy Gurganchdan G'aznaga olib ketiladi. 1018-yili G'aznada Beruniy geodeziya asarini yozishga kirishadi. 1025-yili Beruniy
geodeziyani yozib tugallaydi. 1029-yili At-Tafhim kitobini yozib, uni Xorazm go'zali Rayhonaga bag'ishladi. 1025-1030-yillari Beruniy Hindistonda bo'ldi. Hind xalqining hayoti va madaniyati bilan tanishadi. 1030-yili Beruniy Hindiston asarini yozib tugalladi. 1030-yili podshoh Mahmud G'aznaviy vafot etdi. Ko'p o'tmay G'azna hukmdorligi sulton Mas'ud ixtiyoriga o'tdi. 1031-1037-yillar esa Beruniy o'zining shoh asari Qonuni Mas'udiyni yozib tugalladi. 1037-1048-yillari Beruniy mineralogiya, farmakognoziya va boshqa asarlarni yaratdi. 1048-yili G'azna shahrida ustoz Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy dunyodan o'tdi. Abu Ali ibn Sino: ey koshki kimligimni bir bilsam ey, nechun sargashta men nazar qilsam ey, sohibi baxt esam o'ynab kulsam ey, ermasam yosh to'kib bag'rim tilsam ey. Shul vodiya ichsa kim chunon chopdi ko'ngil, jahd etdi-yu qilni qirq yorib tashladi ul. Ko'nglimda-ku ming quyosh yonar erdi vali, oxirda kamolga topmadi zarracha yo'l. So'z qolmadi, parda ichra bir ma'lum emas, kim qoldi-chu asrar dog'i mafhum emas. Chun ma'rifatingda men andoq fikr etdim, ma'lum bo'ldiki hech nima ma'lum emas. Kufrimni ayon aylamak oson bo'lmas, olamda iymonim kabi iymon bo'lmas. Dahr ichra yagona men, manam kofir esam, bas ushbu jahonda bir musulmon bo'lmas. Pir o'lding, ishingni onchinon etmasin, soch oqila pirliging nihon etmasin. Tun zulmatida har niki qilding, tong ravshanida bo'ldi ayon etmasin. Ul bir necha nodon, chu farosat qosir, o'ylarki jahon aro ular donadir. Eshak bo'la qolkim, ular eshaklik etib, eshak agar ermasang sanarlar kofir. Ne xushki jahondin kechibon ketgaysen, manzilga pushaymonsiz agar yetkaysen. Har nechaki aylasang bugun ayla ado, chun ertaga notavon qolib netgaysen. Shul hoki siyohdin to avji zuhal, har nechaki mushkulot erur etdim hal. Ochdim necha zanjiri maqru hiyal, yechdim necha bir tugun magar qoldi ajal. Jamol Kamol tarjimalari. Ushbu asarni O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari madaniyati tarixini yoritishda unutilmas xizmatlar qilgan muhtaram olim Abdufattoh Rasulovning porloq xotiralariga bag'ishlayman. 1888-1977-yillar. Buxoro kutubxona. Sharofatli shaharning mahobatli markazi. Keng maydonning kunchiqar tarafida muhtasham ark yuksaladi. Uning ko'pni ko'rgan darvozasi tog'dek qad ko'targan ikki muazzam ustunga suyangan. Darvozadan ark ichiga to'g'ri yo'l yugurgan. U ko'p muhtasham xonalar, naqshin imoratlar yonidan o'tib arkning to'riga boradi. Bu yerda bir ko'hna bino bor. Uning qalin devorlari boy bir xazinani qo'riqlaydilar. Bu xazinada saqlanmoqda bo'lgan davlatning qiymatini aniqlamoqqa sonlar yetishmaydi. Undagi do'ru gavharlarning bahosi yo'q. Ular tafakkur durdonalari. Bu javohirlar xat va qog'ozlar orasida jilolanadilar.
Ular qarshisida qimmatbaho toshlar, o'sha toshparastlar nazdida kitoblar qanchalik beqadr bo'lsa, shunchalar bee'tibor. Bu bebaho boyliklar jam bo'lgan xazina Buxoro kutubxonasi. Unga faqat Amir Nuh ibn Mansurning ruxsati bilangina biror kitobxon kirmog'i mumkin. Shuning uchun bu yerga kamdan kam odam keladi. Katta sandiqlarga avaylab terilgan kitoblar o'z o'quvchisiga muntazir. Kutubxona ichida tinchlik hukmron. Ertalab xizmatga kelgan mo'ysafid kutubxonachi bu tinchlikni buzmoqqa andisha qilganday ohista kelib o'z o'rnini egalladi. U ko'rpachaga chordana qurib o'ltirdi va oldidagi mez ustida taxlanib turgan kitoblardan birini olib, asta varaqlay boshladi. Shu payt eshik sekin taqilladi. Kutubxonachi dik etib o'rnidan turdi va borib eshikni ochdi. Eshik oldida harbiy kiyimdagi amir mulozimlaridan biri va 17-18 yoshlar chamasidagi soqol mo'ylabi endi murt ura boshlagan bir yigitcha turar edi. Kutubxonachi salomlashib ularni ichkariga taklif qildi. Kelganlar alik olishdi va kutubxonaning xizmat zaliga kirishdi. Uchovlari ko'rpacha ustiga o'ltirdilar. Kutubxonachi Fotiha o'qidi. Hammalari qo'llarini yuzlariga olib borib, "Amin" dedilar. Shundan so'ng mulozim kutubxonachiga qarab dedi: Amir hazratlarining farmoni oliylariga binoan ushbu kundan e'tiboran janob tabib Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoga kutubxonada mutolaa etmoqqa ruxsat bo'ldi. Bundan buyon tabib janoblariga nimaiki kitob zarur bo'lsa, tanishmoqqa yordam ko'rsatishingiz vojibdir. Keksa kutubxonachi yigitchaga qaradi. Husaynning qirmizi yuzi, tekis yanoqlari, latif burni, g'unchadek og'zi o'spirinlik ko'rkamligini namoyish etar. Boshidagi kichik oq simobiy shoxi salla, egnidagi xushbichim ozoda, avraton nozik qomatiga yarashib uni bezab turar edi. Kutubxonachining ko'zi Husaynning ko'zi bilan uchrashdi. Yosh tabibning o'tkir nigohida shijoat, qat'iyat, ko'nglining pokligi aks etar, intilish nurlari charaqlar edi. Keksa kutubxonachi indamay mulozim va tabibga ta'zim qildi. Ularga da Fotiha qildilar va o'rinlaridan turdilar. Mulozim xayrlashib xonadan chiqdi. Kutubxonachi Husaynga yana bir bor diqqat bilan qaradi. Demak, mashhur tabib deganlari shu yigitcha ekanda. Bu mo'ysafid xizmatchi barcha Buxoro xalqi qatori afshonali bir yosh tabibning, Buxoro amiri Nuh ibn Mansurning tuzalmaydigan singari bo'lib qolgan kasalini davolashga ishtirok etib, e'tibor qozonganini, bu tabibning o'z xizmatining mukofoti evaziga amir kutubxonasida mutolaa qilishga ruxsat so'raganini eshitgan edi. Ammo bu qariya mashhur tabibning bu qadar yosh ekanini tasavvur qilmagan edi. Bu tengqur yigitchalar 10 yillab Buxoroyi sharif madrasalarining tuprog'ini yalaydilar. So'ngra 100 tadan bittasi biror mudarrislik darajasiga erishsa erishadiki, bo'lmasa yo'q. Bu bola esa halitdan saroyning peshqadam tabiblari bilan baravar darajaga yetgan. Buxoroning mo'tabar olimlari qatoriga kirgan. Xudo beraman desa, shunday bo'lar ekanda, deb fikr qilar edi keksa xizmatchi. Ikkovlari yolg'iz qolishgach, kutubxonachi sal ishonqiramay tabibdan so'radi. Amir oliy hazratlari o'zlari shaxsan ruxsat qildilarmi yoki vazir hazratlarining farmonlari bo'ldimi? Hazrat Amir o'zlari mening iltimosimni qondirib ruxsat farmoyishini berdilar. Bu yerda faqat Hazrati Amirning oliy maqom nasablarigina mutolaa etmoqlari lozim deb tayinlangan edi, dedi kutubxonachi. U hamon bu yigitchaning mashhur tabib Husayn ibn Abdulloh ibn Sino ekaniga va Amir kutubxonasida kitobxonlik qilish sharafiga ega bo'lganiga o'zini ishontira olmas edi.
Ammo saroy mulozimining sharpasi kutubxona xizmatchisining esiga tushganday bo'ldi-yu, u darhol o'zini qo'lga oldi. Xizmatchi farmoyish ijrosidagi suskashlik qanday og'ir oqibatlarga mubtalo qilajagini yaxshi bilar edi. "Marhamat qilingiz, o'g'lim", dedi Mo'ysafid va Husaynni ichkariga boshladi. U kitoblar to'la sandiqlarning qopqog'ini ochib, Husaynga kitoblarning joylashish tartibini ko'rsatdi. Mutolaa uchun joy tayinladi, so'ng qaytib o'z xonasiga chiqdi. Husayn kutubxonada kitoblar ichida yolg'iz qoldi. Kitob do'sti, hamisha mutolaaga tashna Husayn atrofdagi qavat-qavat ajoyib kitoblarni ko'rgach, o'zini xuddi to'satdan holvaxonaga kirib qolgan yosh boladay his etdi. Qator terilgan sandiqlarning qopqoqlari ochiq, sandiqlar ichi kitob bilan liq to'la. Har bir sandiqda bor kitoblarning ro'yxati mavjud. Mana, tibbiyotga oid kitoblar. Qadim Yunon tabiblaridan Buqrot, Gippokrat asarlari. Kichik Osiyoda 1-asrda yashagan tabib Disquridus, Pidani, Dioskorit, 2-asrda yashagan pergamlik tabib Jolinus, Claudi Galen asarlari. 2-asrda yashagan rimlik tabiblardan Arxigen, Trajan Rufus, Iskandariyalik Paulus, 7-asr asarlari terilib turibdi. Alohida sandiqda arab tilidagi tibbiy asarlar. Ular ichida ustoz Abu Bakr Muhammad bin Zakariyor Rozi 865-925-yillar, Abbosiylar sulolasining saroy tabibi Ibn Musovayh 875-yilda vafot etgan. Dimishqli Abul Hasan Iso bin Hakim ad-Dimishqi Masih 9-asr asarlari bor. Yana xristian tabiblaridan Dimishqli Nastas ibn Jurayh 10-asr, Bag'dodlik Iso ibn Ali 9-asr, Iso bin Yahyo 9-asr, Jolinus asarlarini sharh etgan Vizantiyalik tabib Stefan 7-asr, Hind tabibi Charak Hindi 1-asr, Yahudiy tabiblaridan Basrali ibn Mosar Jovayh 9-asr va boshqa ko'p tib olimlarining asarlari bor. Alohida sandiqda falsafiy kitoblar. Ular ichida Arastu, Aristotel asarlarining asl nusxalari, ularning arab tiliga Ibn al-Batrik tomonidan qilingan tarjimalari 9-asr, Yunon faylasuflarining Husayn bin Ishoq tomonidan arab tiliga qilingan tarjimalari, arab tilida yozgan faylasuflar Abu Yusuf Yaqub ibn Ishoq al-Kindi vafoti 873-yil asarlari, Abu Nasr Farobiy vafoti 950-yil va boshqa ulug' mutafakkirlarning asarlari bor. Boshqa sandiqlarda ham bunday kitoblar juda ko'p. Husayn o'sha kuni kechgacha kutubxonada mutolaa bilan band bo'ldi. Ertasi kuni barvaqt kutubxonaga yetib kelib, mutolaani davom ettirdi. Shunday qilib, u har kuni muttasil mutolaa bilan mashg'ul bo'ldi. U har bir kitobni diqqat bilan o'qiydi. Barcha asosiy o'rinlarini katta daftarga qisqacha qilib yozib oladi. Butun kun davomida tinimsiz ishlaydi. Kitobdan boshini ko'tarmaydi. Husaynning bu qadar berilib ishlashi Mo'ysafid kutubxonachiga ham ta'sir qildi. Uzoq yillar davomida bu kutubxonada xizmat qilgan, o'z ishiga ixlosmand bu xodim Husayn singari muhabbat va qunt bilan o'qiydigan kitobxonni uchratmagan edi. Kutubxonachining ko'nglidagi dastlabki ishonqiramaslik sekin-asta o'zining yagona kitobxoniga hurmat va muhabbat bilan almashindi. Bir kuni kutubxonachi Husaynga Arastunning metafizika kitobini boshqa sandiqdan topib berdi. "Mana bu kitobni bir o'qib chiqing, o'g'lim. Ko'p huzur qilasiz", dedi u Husaynga. Husayn minnatdorlik bilan kutubxonachiga ta'zim qildi va qiziqib kitobni uning qo'lidan oldi. Kutubxonachi o'z xonasiga qaytdi.